banklarni yomon ko'rasiz. Biza bankirlarni bo'lsa yomon so'zlar bilan haqorat qilasiz. Keling, bir kunga hamma banklarni yopamiz, siz haqorat qiladigan bankirlarni ishdan bo'shatib yuboramiz va bir kuningizni banksiz tasavvur qilamiz. Ertalab turdingiz, sizga qo'ng'iroq bo'lyapti. Okean orti yurti Amerikada aka sizga pul jo'natmoqchilar. O'zingizda yo'q xursandsiz. Lekin bitta muammo bor. Bu pulni qanaqa jo'natadilar? Axir dunyoning narigi chetidagi pulni 10 daqiqa ichida qo'lingizga yetkazadigan bank yo'q-ku. Hammayli 5-6 yilda o'zlari qaytarlar. O'shanda birga olib keladilar-da. Endi ishxonaga keldingiz. Ish stolingizga o'tirdingiz. To'xtang, telefoningiz ishlamayapti-yu, internetga kirmayapti. Voy, telefoningizda puli tugabdi-yu. Payme kliklardan pul to'lashga shoshilmang. Payme kliklarning o'zi yo'q, bank kartalari yo'q. Payme kliklarga endi hayotimizda o'rin yo'q. Nima qilamiz? Paynetga chiqaman deysizmi? Banklar bo'lmasa Paynetni ham ishlamaydi. Bitta yo'lingiz bor. Beeline, Ucellmi qaysi kompaniyadan foydalanadigan bo'lsangiz, o'sha kompaniyani o'ziga borib, uzun navbatda turib, hisobingizni to'ldirasiz. Mayli. Bugungi kun ham o'tdi. Endi sekin uyga qaytamiz. Telegramdan sizga xabar kelibdi. Germaniyada o'qiydigan o'g'lingiz o'qish kontrakt pulini to'lash kerak deb sizga xabar jo'natibdi. Qo'lingizda naqd pulingiz bor. Bo'ldi o'g'lim, ertaga bankka borib to'lab yuboraman demang. Chunki bank yo'q, kassirlar yo'q, bankda ishlaydigan xodimlarning o'zi yo'q. Nima qilasiz? O'zingiz pulni olib Germaniyaga borib o'g'lingizni o'qishiga pul to'lab kelasizmi? Yoki g'irq begona odam Germaniyaga ketayotgan bo'lsa, shuncha pulni uni qo'liga berib yuborasizmi? Ko'rdingizmi? Bank tizimi bizning kundalik hayotimizga singib ketgan. Bizga bilinmaydi, lekin shu bank bizning ancha ishlarimizni yengil qiladi. Agar siz kredit olib, pullarni bankka qaytara olmayotgan bo'lsangiz, bu bankirlarni yoki bankka ayb emas, balki pullarni rejalashtirmay ishlatgan faqatgina o'zingizning aybingiz. Shuning uchun bankirlarni yomonga chiqarishdan oldin, banklarni kundalik hayotimizdagi o'rnini esingizdan chiqazmang.